Hurmatli kuzatuvchilar, 2026-yil 2-iyul. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tuman O'qchi MFga Yangi Farg'ona ko'chasi qabulxonasiga kelayotgan chang olmalar mana Mustafoxon bilan Asilbek ukamiz go'zal holatda tayyorlashyapti. Ob'yomda tarqatilgan bizga ham kashiy karpinkalar, ketilgan pishgan mevalar, xudo xohlasa barchasiga kashiy karpinkalarimiz bor. Uzumlar mana boshlandi, xudo xohlasa duolaring bilan azamat uzumlarni magazinlarga olishni boshladik. Xudo xohlasa sariq nektaringlar mana Vastoy shoftolilar magazinga mana ob'yomda olinyapti. Xudo xohlasa 8 ming so'm qabul qilinyapti Vastoy shoftolini. Olmalar, chang olmalar.